Amin. Didar ko'rishlik har doim nasib etsin. Xudoyo sog' bo'laylik, omon bo'laylik, bola chaqalarga bosh bo'laylik. Ko'zimizga tushib turaversin. O'tayotgan umrlar hammasi g'animat. Hali ko'p yillarga o'ynab ko'raylik. Ilohim aytgan. Bir yil uzoq olsun. 10 yil ko'raylik bizni ham. Chaqirish bor. Dünya yoruk, dünya yoruk, alem arav, ko'z yüz yavlar bor uchun kuylayman chin yurakdan qalbi daryolar bor uchun osmon mavi osmon mavi charog'dir sayyoralar sayri go'zal dunyo bepoyondir ko'ksi samolar bahor uchun dunyo bepoyondir ko'ksi samolar bahor uchun hayot ilhom sari chashmasi vabostadir yuraklarga bog'da ko'nglim azallondir ko'ksi samolar bahor uchun bog'da ko'nglim azallondir ko'ksi samolar bahor uchun
Yaxshidan nom qolg'usidir. Yaxshidan nom o'zidir. Yaxshilar bor, yaxshilik xeyr. Umr to'lmas hech bir zavol, aqli rasolar bahor uchun. Umr to'lmas hech bir zavol, aqli rasolar bahor uchun. Tabiatning guldastasi, yashil olam chaman zo'rlar. Narzik ile muhabbetten, sadaqatdan şu gazelleri. Umr to'lmas hech bir zavol, aqli rasolar bahor uchun. Narzik ile muhabbetten, sadaqatdan şu gazellar. Umring shirin, baxting tayin, qo'shiq sadolar bahor uchun. Qo'shiq sadolar bahor uchun. Kıyas yok uning mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa illatlarini sezmadim dunyoda
bolam deyip yaşaydı dünyada bolam deyip yaşaydı O'zbek. Babaların qaysi babaları qaysi yiyatlardan kam mamaları xusroy yüzden oşam zurriyatları bulsa bittan gecam to'shak yetmay to'non tashlaydi O'zbek. To'shak yetmay to'nin tashlaydi O'zbek. İhtiram etken yav ihtiramlara var kekke yegenge başın egmeye zinhar beşiğide neçe zürriyatları var tosh o'tmas qo'rg'onga o'xshaydi O'zbek. Tosh o'tmas qo'rg'onga o'xshaydi O'zbek. Muhammed kim eding? Muhammed kim eding? Kıyasing topun o'xshasa o'ziga o'xshaydi O'zbek. Yomon she'r yozsa ham betidan o'pib kam bo'lma bolam deyip
yashaydi o'zi bek. Kam bo'lma bolam deyib yashaydi o'zbek. Dunyoda bolam deyib yashaydi O'shanga joyi o'zgartirdi. Sig'mas ekan. Sig'maysiz, mana joy turibdi Hoshim aka. O'zingizni oldi. Mana joy. Mana Bemalol yayrab yashab o'tiring. Mashta mashina yuramiz. Biz Saloh aka bilan biz 4 kishi marta oshib yuramiz. Sizlar kattalar, ustozlar. bemalol bu yerda yonboshlar. Yaxshi ham o'qib beramiz. Agar ichga yopga qilavering, mana qarang, Saloh aka. Hozir. Kelishi bilan birinchisiga gaplashib bularni talinkasi mana talinka kichkinagina kashi yeydi shuni 10 minutdan keyin hammasi kelyapti dabavka berdi bir cho'mich sig'adi yo sig'maydida cho'michi ham bizaniki emas katta emas kerak bilan bo'lib ikkinchisiga qadar hammasi yetildi hamma taqsimlangan ekan buni qarangki yaratganni marhamati bittasi yolg'iz ekanda man uzunchadan topib boshqa anaqaga ham raqslarga ozgina moyilligim bor o'sha yerda uzunchaga o'rnatishdi mani lekin u yerda Ribak og'aynisi ham bor Yunusda direktor man endi uni og'aynisiligini bilmadim o'sha пригласи его завтра на рыбалку. Familiyasi Ribakmi? Laqabi. O'sha yerda xullas 5 boqani olib, ertasi kuni yo'zaman, niyatim bor. Ertasi kuni Yugoslaviya xotiralaridan boshlayman. Manga o'zini balo tutadigan joyi bor ekan. Undan keyin 1-2 minut o'tgandan keyin voqeaga o'tdi. Говорит Moskva. Tanidim endi dedingizmi? Endi tanidim. Voh dedim. Tanidim. Bu anavi dedim. Levitanga oldim bo'lganda. Levitan degan ana tilimga kelmay qolgan. Qaysi dedim. Unga uchun говорит Moskva dedi. Keyin работаю Советского Союза to'ldir gapiradi. Levitan dedi. Bo'lmasa shu bugun sen jo'natib yuborardim. Ketardingizlar. Shu gapingizcha davom qiling. Biz Moskvada o'qiymiz, shunda Ostankinada praktikada Ostankina 8-qavatida, 4-qavatda, 2-qavatida stolovoylar. Stolovoyda turibdi janob. Levitan patnisini ko'tarib, keyin biz Başta Levitan turganmiz, oldi orqasida bitta odam turdi, keyin biz turdik 2 kishini. Keyin men aytdim, Levitan ku. Keyin o'tib shunaqa dedik, so'rashdik. Aytdik, shunaqa O'zbekistondan kelganmiz. O'zbekiston qarasa hurmat qiladi, taniydi. Shuncha xursand bo'lib ketdi. Katta rahmat. Oddiy odam edi. Katta rahmat. Juda xursandman. Hammaga salom deng. Boshqa men sizlarni ko'rganimdan xursandman. Meni ham
Bütün mana shu paytda eslardik-ku, boshqa respublikalarda ko'pchilik yerlarda mani eslashar ekan, tanishar ekan. Juda samimiy oddiy odam ekan. o'g'li unda beradigan joy bor. Sverdlovskmi? Bir narsa. O'shadan ekanda. O'zi O'shaning uchun u ham anaqa o'zi texnik bo'lib kelgan u ekan. ham sizni millatingizdan u ham. Mayda millatlar. Yo'qam o'zlardan. Afzalaga o'xshaymi? Afzalaga. Keyin Toshkentga kelganda, Toshkentga kelganda 84-yil anaqa Rasul Rahmonovich anaqa zampret Zampret. Qodir Maqsumovich. keyin xonama-xona yurib pastga tushinglarda shunaqa kelgan odam dedi, hamma bilan dedi bitta suratga tushmoqchi anaqa. Pastda hovli bo'ladi. Men nega tushmagan ekanman o'shanda? Keyin hammamiz tushganmiz. Band bo'lgansizda. Boshqa ishlar bilan band bo'lgansiz. Ben yosh bo'ldim. Men shu 84-yil yosh bo'lib, hammamiz yosh bo'lganmiz-ku, bilasizmi? Yoshgina bo'lganman. Tamam, biroz so'rashib, shunda ham. Shunda suratga tushganmiz. Shu Madina qo'ysa, o'sha kishi boshligida Burxon aka, endi yeni odamlar emas, kuchli odamlar. Men u yoqdan kelgunimcha bo'lim boshlig'i bo'lib keldim deb. Yana biroq qolganingizda zampret olib kelardingiz. Sal shoshilibsiz-da, biroz shoshilibsiz. Bir ikki oy yursangiz bo'ladi. Biroz shoshilibsiz. To'xtamadan ham hurmat qildingiz. Hammasi yaxshi ko'rsatuvdi. Juda chiroyli bo'ldi. Rahim Marzofiy juda yaxshi bo'ldi. Yaxshi ayol edi. O'tgan oldingisini eshitmadingiz To'rashulayevni? O'zini ko'rmayman. Oqbazorda xirgoyi qilib aytib berdim o'sha. 2 marta ketdi, kecha ham ketdi. O'sha odamlar. Adrobki bo'ldi, keyin nima? Yakshanba soat 8da. Shavol Ibrahim 3,5 soatda 2 marta keldi. 2 qism bo'ldi. Uni ko'rdik. Famil Qo'marov 2,5 soat bo'ldi. Bemalol. Boshqa ishlar qilsizlar aka. Yozaveradi. Bo'ylariga yetib, oshqozonga tushguncha vaqt kerak. Tepa edilar. Joy sotasizlar.
Hurmatli mehmonlar, hurmatli mehmonlar, o'tiribman ustozlar. bizni yig'ilishimizda yarmimizdan ko'pimiz shu Allohning uyiga borib kelgan odamlarmiz. Umraga borib kelganlar, hajga borib kelganlar, mana shu yerda qator o'tirgan 3-4 ta nimalarimiz hoji bo'lib kelgan. Eng so'nggi hojilarimizdan biri To'xtamurod Bahromov. Ikkinchi martaba. To'xtamurodjon bizni radioda siz bilasizda, qadrdonsiz. Siz ham bilasiz. Ko'p yillar ishlagan odam, turli tahririyatlarimizda ishlab, o'zlarini sekin yaxshi nomlarini qoldirgan, yomon nomlarini ham qoldirgan joyi bor. Hammasini bilaman. O'sha yomon nomlar qoldirgan nomlaringiz, o'sha Allohga borib kechirim so'raganingiz, orqada qolib ketsin, narigi dunyoga yaxshi hokazo bo'lib boraylik. Shu hoji otamiz bir duo qilsinlar bugungi o'tirishimizga, bugungi notuzimizga, maylimi? Birgalashib duo qilaylik. Ana undan keyin Rasm berishamiz. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Rabbim Parvardigori Robbim Alloh. Shu kunlarga, shu soatlarga sizlarga o'zingga beadad hamd va sanolar, shukronlar bo'lsin. Birodarligimizni bardavom qilgan hammamizni ham yaxshi kunlardan, yaxshiliklarda bir-birimizga oqibat ko'rsatishimizni nasib aylagan. Balolardan, ofatlardan, mushkulotlardan o'zing panoh qildirgan. Xonadonlarimizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, xayr va barakotni, fazl-karamini, yaxshiliklarini ato etgan. Farzandlarimizni baxt kamolini, rohatini ko'rib, ko'zlarimiz quvonchi, dillarimiz sururga to'lishini nasib aylagan. Hamisha mana shunaqa davrada bir-birimizni chiroyli yo'qlab, chiroyli suhbat qilib yurishimizni bardavom etgan rahmat.
o'tirishimiz nihoyatda yaxshi, yomon emas. Mana men bu yig'ilishni nomini hali boshida aytdim. Siz nima qilmadingiz? Eshitmadingiz buni. Faxriy radiochilar studiyasi deb nom qo'ydim. Yangi nom. Faxriy radiochilar studiyasi. O'shaning uchun boshida haligi intelligensiya dedim, boshqa dedim, ijodkorlar dedim. Hammasi bundoq dedi, hammasi bundoq dedim. Kitob yozyapti, boshqa qilyapti dedim. Mana o'rtancha shogirdlarimni to'ng'ich desam ham bo'ladi. To'ng'ich shogirdlarim. Muhammadjon Maqsudov ikkalovi mani bu yoqimda, bir tomonimda bu har doim mani qo'llab yuradigan shogirdlarim ekan. O'shani yozgin deb buni ham maqtab. Men bu faqat rasm olish bilan ovora. Anaqa hech o'zim bitta kitob yozib. Ham bo'lib qoladi, xudo xolasa. Ustozlarni Bu film ishlayapti lekin. ustozlarni har bir so'zi deydi oltin bilan teng deydi. Bu so'zlarni qaytarib olib bo'lmaydi. Shuning uchun ustozlarni qancha hurmat qilsangiz, siz shuncha hurmat qilasiz. Bugungi uchrashuvni ustoz bekorga bunday deganlari yo'q. Chunki bu yerda ustozlar bilan shogirdlar uchrashadi. Ham ijodiy muloqot bo'ladi, ham hayotiy muloqot bo'ladi, ham tarbiyaviy muloqot bo'ladi. Bu uchrashuvlarimiz abadiy bo'lsin, bardavom bo'lsin va biz doim ustozlarning o'g'itlarini olib, ana shu o'g'itlardan xulosa chiqarib, kelajakdagi yo'llarimizni qurib yuraylik. Komiljon aka, bu yerda yig'ilayotgan ustozlarning eng kattasi masalan Aziz aka 95 ga yaqinlashib qoldilar. Undan keyin Anvar aka, undan keyin mana Arsimat aka, Hoshim aka va hokazo. Eng kattasi 95, bu yog'i 90, undan bu yoqlari 80-85 ga kirgan odamlar. Ilohim shu ustozlarga yoshini bizga ham bersin, ularning umrlari uzoq bo'lsin. Yoshlarning yoshlariga duolarini yurilib, bu yig'ilishlar bardavom bo'lsin. O'tgan ustozlarimiz hammasi Alloh rahmat qilib, joylari jannati bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Shu yig'ilishda ham o'ylaymanki, bizning ustozlar ruh shod bo'lyapti. Shod bo'lyapti. O'shalarning arvoh mashhada aylanib yuribdi. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Ana shunday uchrashuvlarni tashkil qilgan mana shunday ajoyib insonlarga uzoq umr bersin Xudo. Yaxshi amalga oshirsin. Farzandlarni erinmasdan salomat bo'lsinlar. Hammaga xabar berib turib, boshqa qilib turibdi. Mana to'rdan to'rt chiqib ketsak bo'ladi. Конечно, xudo xolasa. Katta rahmat. Prямой efir. Amin qiling. Pul ishlaydi telefon jonivari. Uni ham esdan chiqarib. Boringizga shukur. Ha, Nurdagi. Boringizga shukur. Gap yo'q. Sirdaqa akalarimiz bor, biz ham mana qo'lda chopqilab yuribmiz. Turibsizlarmi? Endi boringlarga shukur. Boringlarga shukur. Hozir qatorimizdan xato bo'layotgan yo'q. Ilohim bo'lmasin. Ilohim. Lekin yillar baribir o'zinikini oladi. Shuning uchun toki shu imkonimiz bor, diydor g'animat. Diydor g'animat degan gapni nima uchun aytyapman? O'lmas Saidjonovning janozasida Temir akamni esiga tushib qolgan. Changiz Temir akam. Ha, Temir akam. Temir akamni esiga tushib qolgan. Haligi Nasiba Maqsudova diydor shiringa chaqirgan. Diydor shiringa. Birdan esiga tushib qolgan Temir akamni keyin ana Nargiza bor-ku, Qizilishton, qizil kiyim. O'shanga mashina bormi? Men tez televideniye olib borib qo'y, shu diydor shiringa va'da beruvdim deganlar. Endi bu yoqni Nasiba aytib beryapti. Temir akam bir nur bilan kirib kelyaptilar dedi. Nur bo'lib kirib kelyaptilar dedi. Kelib qo'limni ushlab, peshonamdan o'pib, hech peshonamdan o'pmaganlar. Nasibaxon, bu diydor shirin emas, diydor g'animat debdilar. Ana. Desalar, yaxshi keldingmi Temir akam? Mana siz joyingiz o'ng tomonlarda Ibrohim va chap tomonlarda turgan aziz. Shunday o'tirg'izib, shuni orqaga burilaman. Temir akam yo'q dedi. Jonsizga. Oxirgi gaplari diydor g'animat. O'shaning uchun shu gapni men davlat G'animat. O'sha to'g'ri gap.